Uyg'ur bo'lmoq. Bugun bir davlatlik radio tarafidan ziyorat qilindim. Savollar orasida shunday bir gap so'rab qoldi muxbir efendim. Sizning o'yingizda Uyg'urlik nimani bildirdi? Buningda kimligingiz tilga ilinganda nimani birinchi bo'lib o'ylaysiz? Ya'ni, nedir Uyg'ur bo'lmoq? Programmani anlatish vaqti minut sonini sansam, qo'l barmoqim yetib ishib qolgandek qisqa bo'lganligi uchun qisqalar javob beradi. Yuragimda so'zlashga vaqt yetmagan, so'zlasam hatto ozlik qiladigan, ichimda saqlasam sig'dirishga ko'ksim kichik keladigan nurg'un so'zim bor edi. Shundoq Uyg'ur bo'lmoq ko'nglidagi so'zni deyolmaslikdir. Ba'zida vaqt yetmay, ammo ko'pincha yashayotgan sharoiti va uni qo'yniga olgan muhit yor bermaydi. Uyg'ur bo'lmoq intilish, orzu-armonlarni qalbning eng cho'nqur qatlamlariga dafn qilib, anga umsiz hosil tutmoqdir. Dardini tun yerimda Rabbiga pichirlab, kunduzi zo'r bilan kulmakdir. Uyg'ur bo'lmoq. Uyg'ur bo'lmoq o'ng'aysizlanmoqdir. Türk kimligini talab qilganligi uchun sharqda, musulmon bo'lganligi uchun g'arbda. 10 yildizni tilga olsa, ikkilisida o'ng'aysizlikqa qolmoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Turkiy millatlar ichida eng burun yezi qo'llanganiga qaramay, o'z buvisining tashqib bitgan xatlarini bu tilda asla xat yoza olmaydigan yotlardan o'rganishga majburlanmoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Uyg'ur bo'lmoq aslida barakatdir. Dehqonga qishda ko'mir, at yozda saba, yozda yomg'ir, kuzda hosil bermakdir. Uyg'ur bo'lmoq. Xuddi uning elida olma, ko'rlida nashbut, turpanda uzum, otishda anjur, Qashqarda anar, Qumulda qo'g'in bo'lgani kabi. Uyg'ur bo'lmoq munbat ziminga parnik yasab, xoshu yapmoqdir. Chunki shandoning jondosi majburlanib targin. Kech kunduz otdek ishlab, yil oxiri qarz bo'lmoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Uyg'ur bo'lmoq oshiqlarcha suymakdir. Xumor ko'zli qizning parag'ida ko'ymakdir. Uyg'ur bo'lmoq. Farishta sifat yorining qo'lini tutib, jimirlab turgan yulduzlar ostida yurmakdir. To'lin oyni shahid qilib, va'dalashgan dilbirning titrab turgan lavlariga suymakdir. Uyg'ur bo'lmoq. Hayotining tunji, pok tuyg'ularining payzin surayotganida nigaridan majburiy ayrilmoqdir. Ishinchi emgak kuchi atilib, yiroq shaharga ishlash uchun elib ketilgan yorni Majnun kabi kutmakdir. Kalendar varig'ini yirtib, sanab o'tkazayotgan kunlarning birida vafodorning boshqalar tarafidan xo'rlanganligini cheklangan radiodan bilmakdir. Siyosat shundoq bo'lganligi uchun alamda to'lg'inib, xo'rliqdan ming qitim bo'lmakdir. Uyg'ur bo'lmoq. Uyg'ur bo'lmoq qarindishidan jafo ko'rmakdir. Kimligini O'zbekistonda o'zbekka, Turkmanistonda turkmanga o'zgartmakdir. Uyg'ur bo'lmoq. Qozog'istonda tutilib, dushmaniga setilmoqdir. Qozoq o'zining qarindishi bo'lganligi uchun emas, balki Rusdan qochib yordam talab qilganida Allohning uningga bag'rini ochganligi uchun. Uyg'ur bo'lmoq Arabda bo'lguncha atalmoqdir. Mahmudining turk tilla divonini arabcha yozgani uchun Eronda g'arbparast yolg'on musulmon atalmoqdir. Sulton Buxoroxonning islomni Eronlik mulladan qabul qilgani uchun.
Uyg'ur bo'lmoq xato vaqtda, xato yerda bo'lib qolmoqdir. 20-asrning beshida Rossiyada, o'ttirda Germaniyada, oxirida Afg'onistonda bo'lib qolmoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Rossiyada qirilmoq, Germaniyada bombalanmoq, Afg'onistonda, avval Pokistonga, ondan Kubaga safar qilmoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Tarimda 2 yil putidan, Guantanamoda 1 putidan ayrilmoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Uyg'ur bo'lmoq terrorchi atalmoqdir. Qurolliq besib ilingan vatanni qurolliq azod qilman deganligi uchun bosh ko'zni o'rib olib bayonot bermoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Xitoy qonunida jinoyat gumondorining oil tavobati qo'g'dalganligi uchun bayonotning hammasining rostdek anglanishidir. Uyg'ur bo'lmoq. Xitoylarning beshini o'rib olib bayonot berishni bilmaganligi uchun. Uyg'ur bo'lmoq Xitoyning ayrilmas g'arbi diyor bo'lmoqdir. Onlarning Chinshixuanga saddichini sog'ini uchun emas, Talas bo'yida fuqarolarning tong qo'shinini mag'lub qilib, 1000 yilgacha bu zamonga oyoq bostirmaganligi uchun. 4000 yillik momiya chiqqan zaminni yangi tuproq atmoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Uyg'ur bo'lmoq o'z tilida so'zlay olmaslikdir. Vatanida 7 mustaqil davlatning tilini o'rganmay turib, tushuna oladigan tilning orqada qolgan, atilib yot til so'zlashga majburlanmoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Bir-biri bilan Xitoycha so'zlashayotgan bolalarning Uyg'urchani faqat bilmaydiganligini kechki sezmaydir. Faqat chet elga chiqib, tilini bahuzur so'zlash erkinligiga erishganida shu yerda tug'ilgan bolasining tilining mami deb chiqqanligini ko'rmakdir. Uyg'ur bo'lmoq. Uyg'ur bo'lmoq musofirlikdir. O'z yurtida 2-sinf muomalasini ko'rib, mahallasidan majbur ko'chirilmakdir. Uyg'ur bo'lmoq. Nohaqchilik savr to'shib, yot elga ketishni qaror qilmoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Noiloj ayrilgandan keyin vatanning qadriga haqiqiy turda yetmakdir. Tunigili ko'rgan albomni qo'lga ilib, uni sig'ingan shurikiga suratlar bilan yolg'on tasalli bermakdir. Uyg'ur bo'lmoq. Uyg'ur bo'lmoq badal to'lamakdir. Gunohsiz turib, milidan, hatto jinidan ayrilmoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Yemagan mantining pulini to'lash prinsipidan qonun qilib jazolanmoqdir. O'zi bilan tugsa shuhrat aytdi. Ammo badal uningdan ig'ir. Misoli, Qadinos birodarining, so'ygan yarining, yurak parisining qiynalgan holini ko'rgan. Uyg'ur bo'lmoq. Yangi o'lim jazosi ijro qilingan o'g'ilning qonga milangan jasadini topshirib olmoqdir. Uning tayoq zarbasida ko'kargan ko'zlariga mangulik vidolashib, oxirgi qitim so'ymakdir. Ovozini qo'yib yetib olamga faryod urolmay, ichiga yutgan alam bilan o'ysiz yiqilmoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Yurak parisining yuragiga qadilib turgan rahimsiz o'qning pulini to'lamakdir. Shahodat etib ism qo'ygan farzandini imomsiz ko'mmakdir. Uyg'ur bo'lmoq. Uyg'ur bo'lmoq isyon ko'tarmakdir. Adolat, haqiqat uchun qurbon bermakdir. Uyg'ur bo'lmoq. Xuddi Rabbining haqiqati uchun shahidlik yo'lini tanlagan sahobalar kabi. Uyg'ur bo'lmoq sabrchan bo'lmoqdir. Chunki yashayotgani yaratquchisining imtihoni. Barchasini uningga topshirib, mujohidilga davom qilmoqdir. Uyg'ur
bo'lma.